Toshkentda qor erishni boshladi, havo sovuq. Birinchi qavat baribir zo'ra, o'rtoqlar, nima deysizlar? 16 qavatli dom, har tomonlama yaxshi, mashina qo'yish uchun sharoitlari bor. Metrodan 1,5 kilometr masofada joylashgan. Birinchi qavat yaxshi tomoni, do'kon qilsanglar ham bo'ladi. Bu tarafda ham do'konlari bor. O'rtoqlar, 54 ming dollarga 2 xonali kvartira ko'rsatib beramiz. Narxiga e'tibor berib qo'yasizlar, hamyonbop narxda birinchi qavatdan bo'ladi va hech kim yashamagan uyimizda yangi holatda. Endi sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Hozir birinchi xonani ko'rishingiz mumkin. Radiatorlari, remonti ham zo'r holatda. Baribir hech kim yashamagan uy yaxshi bo'ladi. To'g'rimi, nima deysizlar o'rtoqlar? Koridorini ko'rishingiz mumkin. Bunisi ikkinchi xonamiz. Radiatorlari, mana derazalari baribir birinchi qavatda, har tomonlama yaxshi. Eshikdan kirib kelamiz. Alohida bunisi yuvinish xonasi bo'ladi. Yonida rakvinasi bilan batareykalari va keyingisi hojatxonamizni ko'rishingiz mumkin. Rakvinasi bilan birga. Oshxonani holati, gaz plita dimoxod hali ochilmagan, mana duxkonterni kotyol, kafellari qilingan, derazalari bor. O'rtoqlar, Yangi Hayot tumani, Sergeli Yangi Hayot tumani, Sputnik 16 adam bo'ladi. Metrodan 1,5 kilometr masofada joylashgan, 54 mingga 2 xonali kvartira. Bundan tashqari yana 2 xonali, 3 xonali kvartiralar bor. Hammasi birinchi qavatdan, narxi hamyonbop narxlarda. Telefon qilinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.